Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tab keldi. Kakra, skemon o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi kelding o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon qiynagan 1 oylik. Yur, ichkarida gaplashamiz. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham ololmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha, dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam qani? Ayang to'yga ketdi. Ayam yopgan nonlarni yomon sog'indim, dada. Ha, o'zi 1 oylikka borni, 20 kun non olib bordim-ku men. Bormagan kunlar sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Sutam